Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, YouTube ishqibozlari, havasdan biznesgacha kanali obunachilari, hammaga xayrli tong, xayrli kun tilab qolaman. Men sizlarga bir qisqacha video qilmoqchiman bugun. Nima sababdan ba'zilar shunaqa bir e'tirozlar bo'lyapti kanalimizga yoki menga, ayniqsa shaxsan menga. Qo'ng'iroqlarga javob bermayotganim yoki ba'zida kechki paytlarga telefon qilgan paytlaringiz ba'zilarga bir neto'g'ri gapirib yuborganlarim bo'layotgan bo'lsa, siz hammalaringizdan uzr so'rayman. Meni to'g'ri tushuninglar, men ham bitta oddiy odamman. Men ham ro'zg'orim uchun ro'zg'orimga rizq kelishi uchun kunduzi ishlayman. Kechga oilam bilan o'tirib dam olaman. Men ham YouTube tomosha qilaman. Bir ma'lumotlar ko'rishga harakat qilaman. Xullas, men ham o'zim xuddi sizlarnikidaqa hayotim bor-da. Meni noto'g'ri tushunmanglar. Nimadir kunimni telefonlarda, qo'ng'iroqlarda javob berib, kommentariyalarga javob yozib, mana shunaqa narsalar bilan o'tkaza olmayman men ham. Shuning uchun mendan xafa bo'lmanglar. Qo'ng'iroq qilsanglar ko'tara olmayman, qaytib chiqmayman. Bunga meni vaqtim ham bo'lmaydi, to'g'risi. Shuning uchun imkon qadar men sizlarga aytyapman, nimaiki savollaringiz bo'lsa, nimaiki maslahat kerak bo'lsa, Telegram raqamlar berganman. Telegramlarda голосовой yozib qoldiringlar. Misol uchun nima savollaringiz bo'lsa yoki biror maslahat kerakmi, biror ma'lumot kerakmi, Telegramdan yozib qoldirsanglar, men vaqt topib bir bo'sh bo'lgan paytimga shartta bir kiramanda hammaga bir yo'la javob berib chiqib ketaman. Bu meni vaqtimni tejaydi. Shuning uchun bunga mendan xafa bo'lib qilmanglar. Keyin qo'ng'iroq qilish shart emas deb o'ylayman. Qo'ng'iroq qilib, misol uchun siz bilan 10 minut, 20 minut siz bilan gaplashadigan bo'lsam, bitta siz emasda, masalan, qo'ng'iroq qiluvchilar ko'p. Bu meni yana ko'tarilib ketibdi, qorni to'yib qolibdi. Unaqa noto'g'ri fikrga bormanglar, sizlarga tushuntirib aytayapman. Prosta menda ham vaqt tig'iz bo'ladi. Hammamizga osonroq bo'lishi uchun Telegramda голосовой tashlasanglar, men sizlarga beminnat, hech qanday bir anovsiz, beg'araz men sizlarga imkon qadar maslahatlarimni ayamayman, chunki bu meni maqsadim o'zi shu. Nimanidir rivojlantirish, odamlarga bir qandaydir yordam bera olish. Mendagi maqsad o'zi shu. Lekin hammaga baravariga ulgurib bera olmayapman, to'g'ri tushuninglar. Men ham ojizman, bir sizlarga o'xshagan odamman. Kechki paytga masalan 5 dan keyin telefon qilsanglar, vobshe ko'tara olmayman yoki ko'tarsam ham qattiqroq gapirish mumkin bo'ladi, chunki sizlardan oldin meni o'sha asabimga tegib qo'yishgan bo'ladi. Shuning uchun iltimos, bir-birimizni to'g'ri tushunaylik, bir-birimizni hurmat qilaylik. Shuni iltimos qilgan bo'lardim sizlardan. Meni noto'g'ri tushunmanglar. Telegramda голосовой yozib qoldiringlar. Xudo xolasa hamma savollaringizga javob berishga harakat qilaman inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.